Assalomu alaykum hurmatli Bag'at avtosentr kuzatuvchilari. Bugun 16-iyun 2025-yil. Kimdir to'lan kuni bo'lsa, tabriklab qolamiz. Yine Madamina amam qizlarni to'lan kuni ekan, xudo xolasa Gentra podarka etyaptilar. Madamina tabriklaymiz. 2020-yil 96 ming yurib turgan Gentra mashinamiz sotildi. Mexanika korobka, pokoleniya metan, yumshoq bo'lon hamma mo'jizlari, chexol poliklari bor edi. Bizamizni Elatdan Madamina berdik. Madamina tabriklaymiz. Rahmat. Savdodan ko'nglingiz to'qmi? Abi yaxshi emas joyida. Sotilgan mashinamiz 2020-yil. Narxini aytib o'tamiz. Narxi naq pula 125 million so'm pul bo'ldi. Son sozlashtalar, mejigar pult, chexol, polik hamma mo'jiz bor edi. Bir tomchi kraska yo'q, rodnoy mashina edi. Shunday sotiladigan mashinalarimiz bo'lsa, bemalol kelishingizni tavsiya etamiz. Shu yerda qisqa muddat ichida reklama etib sotib beramiz. Like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirasizlar. Rahmat, sog' bo'lasizlar.